Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. bittasi yozibdi. Rosa yaxshi ko'raman. Surxondaryodan assalomu alaykum. Salom sizlardan. Sizlarni ovqatlaringizdan sog'indim. Gulistondan salom opajon. Toshkentdan kim? Berchi. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Opajonim, sizni havosim keladi. Juda ham yaxshi ko'raman. O'qib ber. Turkistondan salom, mard ayolsiz. Nima deydi? Turkistondan salom, mard ayolsiz. Inshaalloh bu dunyoda yaxshi bir inson bo'lish kerak, azizlarim. Yomon bo'lib qarg'ish olgandan ko'ra yaxshi bir duo olganga nima yetsin. Ko'ra olmaydigan bir ikkita negativchilar bor, ular eng isqit odamlar bo'ladi. Chunki ular ko'ra olmaydi. Mana shu ovqat qilayotgani ham ko'ra olmaydigan bir ikkita isqitlar bor. Alloh jazosini bersin. Ular odam bo'lmaydi. Odam tussidagi eng yirtqich hayvon hisoblanadi ular. Shu chiqaradi, baxil bo'ladi. To'g'rimi gapim, azizlarim? Nimalar deyishyapti? O'qiyver hammasi. Dilfuza opa, men sizdan har doim kuzatib boraman. Qashqadaryodan salom. Va alaykum assalom Qashqadaryolik azizlarim. Juda ko'p Qashqadaryoga, voqaga to'yga ko'p boryapman. Gap yo'q, kecha Jizzaxga borib keldim. Zo'r to'y bo'ldi. Inshaalloh. Qalbida kriyo ayolsiz. Rahmat. Sizga gap yo'q, zo'r ayol. Dilfuza opa, qachon kelasiz Namanganga deydi. Namanganga yaqinda borib keldim-ku, bir hafta oldin. Endi to'y zakaz bo'lsa boramiz-da, to'ylar yaxshi kunlarda. Bobur degan ukamiz bor ekanlar, o'shalar to'ylariga bordik, keyin Andijonga bordik, keyin Farg'onaga. Shu endi kelishdi. Siz pozitiv ayolsiz. Rahmat. Motivatsiya berasiz bizga deydi. Rahmat hammaga. Alloh rozi bo'lsin. Xorazmdan salom. Va alaykum Opajonim sog' bo'ling. Amin. Birinchi Bismillahirrohmanirrohim deb endi mana ovqatlarimizni birinchi bolgarskidan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana bunday qilib terish kerak. Ko'rganda odam havas qilish kerak bularni. Oh deb. Qancha chiroyli mana aytadi-yu, otangni onangga bepardoz ko'rsatma. Ovqatlarni ham qanaqa mehr berib, nima qilsanglar, ovqatdan shunaqa ustiga qilamiz. Bundoq qilib ustini qilamiz. O'shanda odam mazali bo'ladi. Hamma narsa mehrda azizlarim. Qo'l tegdi, anu tegdi deb qilsanglar o'xshamaydi hech narsa. O'shaning uchun ovqatni ham zo'r mazali qilish kerak. Bundoq qilib qolaylik, bu galmagalim bor. Karamani qilamiz. Sig'maydi deb o'ylovdinglar. Mana to'g'ri ko'rsat. Men bu yoqqa kim oyog'iga qo'ydim? Tezroq terib olamiz. Tez teriydi. Mana. Mana bularni. Salkich chiqib ketdi deyapti. Mayli. Kunduzani nimalarni qildik-da, nevaralarga. Xudduqlarni uyda o'zimiz qilamiz. Gamburgerlarni o'zimiz qilamiz, ko'chadagi ana qilmaymiz. Nevaralarim kelishib, bugun o'shalarni tayyorlab qo'ydik. Chunki bugun o'zimga o'zim dam berdim. Dam mehnatga hamdam deydi-yu. Mana. O'shaning uchun Opajonim, sizga havas qilib qizimni ismini Dilfuza. voy Alloh rozi. Dilfuzaxon katta qiz bo'lsinlar. Baxtli bo'lsinlar, taxtli, boy badavlat, sog' salomat deb so'z bo'ladi. Sog' salomat bo'lsinlar ilohim. Chunki kech qovamiz tezroq dimlaylik. Xalqdan chiroyli duolar olib yurgan san'atkorlardan ilohim qulluq. Inshaalloh. Inshaalloh. Tabassum qildi. Inshaalloh. Ilohim duo. Oltin olma duo ol deydi, bilasizlar. Duo oltin emasmi deydi, mana. Ko'ryapsizlar hammasini. Qibridan salom, joningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Qozonimiz kichkina. Qozoningiz ham g'or ekanda. Mana ko'rdinglarmi? Mehrda, mana. Sig'maydi deb o'ylovdinglar. Mana endi nima deysizlar bu yog'iga? Ana kakras bo'ldi. To'xtang.
Mana ko'ryapsizlarmi azizlarim? Domali keling. Mana. Mana. Netkani bilaman-da bu anaqamda. Mana bismillahirrohmanirrohim. 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 Ilohim shirin chiqsin. Mani qo'lim emas, eng katta ko'rlarni qo'llari. Yegan odam duo qilsin. Sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Endi mana. Alo. Hop. Hozir bir minut ko'raman. Mana ko'rsat endi. Mumtoz ko'rsat. Mana kim shunaqa ovqat qiladi? Men qilaman. Ko'rdinglar chiroyliligini. Ko'rgan odam havas qiladi-ya. Mana ko'rsatgan. Mana. Qalay azizlarim, mana. Ovqatimizni dimladik. Endi pishganda albatta sizlarga ko'rsatamiz mana. To'xtang. Bu hozir yana ham pastga tushadi. Qaranglar sig'di. Sig'maydi deb o'yladi. Ilohim yurtimizda tinchlik bo'lsin, dasturxonimiz to'kin sochinchilikda bo'lsin. Har bir xonadonimizda 2-3 mahallab shunaqa chiroyli ovqatlar damlanib, tinchlik, xotirjamlik bo'lib, yurt tinchligi bo'lsin. Sog'lik, salomat, ko'ngli toza odamlarga hamisha Allohim beradi. O'shancha harakat qilinglar, ko'ngilni toza qilishga azizlar. Hozir qo'llarimni chayvalaydi. Men toz ko'rsatib turgan, ko'raman. Kim qiladi? Yunoncha. O'sha ustimda turasizmi? Sochimni qara. Assalomu alaykum hammaga. Xalislar sochim ketgan. Mana